Melori. Rangi ham jigar rang. Po'st qatlami qalin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana birinchi qavatni olib tasang, yana tagidagi qavatlari ham qalin. Erta bahorgacha turib beradigan piyoz hisoblanadi. Piyoz mana rangi ham o'ta qizg'ish. Mana bu taraflarni ham uzamiz. Napilni qilingan bir boshdan ussak hosildorligini ko'rsatamiz. Sal o't bosdi. Havo bo'lgani uchun. Mana. Piyozimizni hosil jarayoni. Xudo xolisa Alloh baraka bersin dehqonchiliklarga. Mana piyoz. Mana ildiz tizimi mana. Hali ham juda baquvvat. Piyozimiz ko'k holatda, lekin hali ham kattaryapti. Dehqonimiz terishga qaror qildilar. Xudo xolisa ertadan terim qilamiz degan. Odamning havasi keladi piyozga. Menga yoqqan tarafi Melori navini ham palagi baquvvat, mana tagi baquvvat. Kasallikka ham juda chidamli piyoz ekan. Buni yoniga medalyon navi ekilgan edi, tez kasallanib kasallikka kurasha olmadi. Kurashuvchan emasda. Bu juda ham kurashuvchan ekan. Orlando Melori navlari ham ildiz tizimi baquvvat, rivojlanishi ham tez. Kasallikka chidamli piyoz navlari ekan. Juda ham chiroyli. Katta bo'lib ketibdi. Katta bo'lsa ham ko'p. Tepchasi 1 kilo keladi. Maydalari ham bor, ulardan. Maydalari ham bor, ulardan. 250 gram atrofida piyozlar. Bizlarni kuzatishda davom eting. Mana oxirgi jarayon terim davri. Dehqonimizga baraka bersin.